ha mim. Bu Qur'on qudratli va hikmatli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. Haqiqatan osmonlar va yerda mu'minlar uchun Allohning borligi va yagonaligiga dalolat qiladigan alomatlar bordir. Yana sizlarning yaratilishingizda va Alloh yer yuziga tarqatib yuborgan jonivorlarda ham qat'iy ishonadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Yana kecha va kunduzning almashib turishida va Alloh osmondan yog'dirib, u bilan o'lgan yerni tiriltirgan rizq yomg'irda hamda shamollarning yo'naltirilishida aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Ey Muhammad, bular Allohning oyatlari bo'lib, ularni sizga haqqoniylik bilan tilovat qilib bermoqdamiz. Bas ular Makka kofirlari Alloh va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga iymon keltirmoqdalar o'zi? Har qanday bo'xtonchi va gunohkorning holiga voy. U o'ziga tilovat qilinayotgan Alloh oyatlarini eshitar, so'ngra go'yo ularni eshitmagandek kibrlangan holda o'z kufrida davom etar. Bas ey Muhammad, unga alamli azob xushxabarini bering. Qachon u oyatlarimizdan biror narsani bilib olsa, uni masxara qilur. Ana o'shalarga qiyomatda xor qiluvchi azob bordir. Ularning ortida jahannam bor. Topgani boylik va farzandlari ham, Allohni qo'yib tutgan do'stlari ham ularga biron narsada asqotmas. Ularga ulkan azob bordir. Ushbu Qur'on hidoyatdir. Parvardigorlarining oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar uchun esa alamli uqubat azobi bor.